G'ildirakdoshlar, hozir sizlarga sezonga mos layfhack o'rgataman. Original akkumulyator bilan poddelka akkumulyator farqlash yo'li. Bu videoni hammaga emas, eng yaqinlaringizga tashab bitta like bosib qo'ying. Hech qachon akkumulyatorni faqat nakleykasiga qarab tanlamanglar. Misol uchun bunga xohlagan brend nakleykani yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri originali? Qarang, adinka adnamu bir xil, hech qanaqa farqi yo'q. Qaysi biri original deb o'ylaysizlar? Birinchi katta farqi, plastmassasini ochsangiz, qarang, originalida mana chetlarida zvezdichka arraspat bo'ladi. Poddelkasida o'sha zanglab ketibdimi? Ikkinchi farqi qarang, Koreya yozuvi bo'ladi poddelkasida. Yo'q. To'g'ri, Delkor o'zi zo'r akkumulyator. Osiyoda juda zo'r tanilgan, lekin bularga garantiya berilmaydi. Faqat sotuvchi tomonidan ustiga sal qimmatroq sotib turib, garantiya beradi. Misol uchun Varta degan akkumulyator ham bor. Qarang, bu Delkor bilan почти narxi bir xil. Mercedes zavodskoy akkumulyatori ham mana qarang, mana shu Vartada chiqadi. Narxi bir xil. Bunga firmani o'zi tomonidan garantiya beriladi. Mana misol uchun Pioneer degan akkumulyator ham bor. Eshitishim bo'yicha 2 yildan beri mana shu do'konning egasi ham sotar ekan, bir marta ham brak chiqmabdi. Xullas, siz akkumulyator sotmoqchi bo'lsangiz, ishonchli do'kondan sotib oling. Любой mashinaga, любой akkumulyator muammosini hal qilishadi. Eng qizig'i, borib dastavkaga ham qilib berishadi, joyni o'zida almashtirib berishadi. Profilini qoldiraman. Bemalol aloqa chiqarasizlar.